Boring, men sizdan xafa bo'ldim. Men nima qildim? Yo'q, qoling. To'xta. Nima deysiz? Xola, siz kimsiz? Nima, xola? Endi shu gapingizga javob berasiz. Voy, o'ling. Bekor xotin akangni ichkariga sudrayaptimi? Borardim, sal yosh kattaroq ekanda. Nima? Xursand bo'lsang yosharasan, xafa bo'lsang qarib ketasan? Shunaqa. Endi shu gapingga ye. Nima dedingiz? Ye, yaxshi gapirding-da. Ko'ryapsanmi? Hamma ishlarni xotining chala o'rgan. Kelin! Oyi, balki kerak emasdir. Ha, yonini olyapsanmi? Kelin! Labi oyijon. Oyingiz chala tuqqan, nima hamma ishlarni chala qilasiz? Uzr oyijon, boshqa qaytarilmaydi. Voy o'li. Oyi, sizga aytdim-ku, keliningiz xafa bo'lsa qarib ketadi. Biz akanda dadangdan shuncha gap eshitib, itday kalta gap, hali ham yoshmiz. Kenaya sho'rmi? Ha, yoqmadimi qaynijon? Yo'q, kenaya peshanam sho'r. Ovqat izlamay sho'r bilan tavba qildim. Sardor aka, keldingizmi? Obbo, bu ham Shrek xotini Fionaga o'xshab o'zgaraverar ekanda. Yana kim xafa qildi? Hech bo'lmaganda, kech bo'lganda xafa qilmay turishsin. Mana yangi yil deb uchalaring ham ko'zingiz sijigini oq qizdirib o'ldilar. Endi maza qilib aylanlaring molga o'xshab tarqab ketmalaring. Voy, lekin yaxshi joy ekan. Eshakka o'xshaganlar. Tur o'rningdan, tur o'rningdan. Qo'rqig'ingga yirtibsan, bola bo'lmay o'lgur. Yur. Ko'tarin! Endi ko'tarilmayapti. Ko'tarin! Ko'tarin! Rosa chiroyli bezatishibdi o'zi ham. Qaranglar bolalar, mo'matda kacheliyalar bor ekan. Voy, oyi, makkajo'xo'r obini. Voy, sakrama, o'zi pulim qolmagan, oxirgisi yo'lkiramga qoldi bolam. Kim kelyapti, obini? Menga qara, hammani o'tashanmanda. Qilma bolam, hamma bizga qarayapti. Yur. Olib berasan. Voy, qurib ketguray, bola bo'lmay o'lgur. Qani yur dedim. Yur dedim. Beradi. Sharmanda, hay nima qilyapsan? Hozir mening donamga olib ketarsan. Voy, archani zo'rlik. Ana uni olaman. She'r aytaman. Archa, jonacha, yaproqlaring ninacha. Voy, bu yoqqa yur itvachcha. Qo'lingni ber. Endi men bilan yurib birga aylanasanlar. Yana bir qadam mendan uzoq yuradigan bo'lsalaring, urib oyog'ingni sindiraman hammangni. Xola, qo'limni qo'yib yuborasizmi? Voy, mana bolam qani? Tez yurlaring, uyga ketamiz. Oyi, nega dadam biz bilan aylangan chiqmadilar? Dadalaring to'g'ri. Endi bir hafta alkash o'rtoqlar bilan aroq ichib, bir haftadan keyin uyga keladi. Qani yurlaring. Voy, qurib ketgunlar. Qayerga yo'q bo'ldi ekan bular? Dadasi bilsa o'ldiradi endi. Voy, qurib ketgunlar. Bu yoqdamilaring masalan qidirib yuribman. Ketdik, uyga ketamiz. Kena, qayerga ketasiz? Bolalaringiz 5 million pul yutqizib qo'ydi. Kim to'laydi uni? 5 million? Dadasi qonundagi bola yig'layapti. Bo'lishi mumkin emas. O'chira olingni. Oyi. Nima vahma qilasizlar? Ismi Mashrab bo'lar ekanda. Mashrab ismi nimaga qo'yilishini menga o'xshab endi bilganlar bormi? Nafaqat bu, balki ko'plab chaqaloqlar tayyor ismlari bilan tug'ilishadi. Dadasi hali ham yetib bormadik, Muratovimga boshqa chidolmayman. Hozir yana ozginachida yaqin qoldi. Voy, mashinani to'xtat bolam, ulgurmaymiz shekilli. Nima? Shu yerda tug'adimi? Yo'lda-ya? Voy, bolam, suyunchi ber, o'g'illi bo'lding. Rostdan. Ha. Ismini nima qo'yamiz? Yo'lchivoyda. Lekin holi ham ko'p ekan. Xolmurat qo'ysammikan? Sunnatulloh. Sunnat. Menimcha bu ism nega qo'yilishini tushuntirib o'tirish shart emas, to'g'rimi? Yo tushuntirib beraymi? Bilasizlar-ku. O, dada. Ukang qayerda? Hozir. Uka, sen dadam chaqiryapti. Nimaga? Men qara, o'zi sen ismingni men ortig'ali qo'yishgan. Ortig'ing qayerda? Nima shu qizig'im hozir ko'rsatdingmi? Yo'q, endi o'zi. Bo'lmasa jim keting. Agar chaqaloq juma kuni tug'ilsa, qiz bola bo'lsa Odina, o'g'il bola bo'lsa Jumavoy qo'yilardi. O'g'il bola egizaklar tug'ilsa Hasan Husan, qiz bola egizaklar tug'ilsa Fatima Zuhra. O'g'il bola va qiz bola tug'ilsa Hasan Zuhra, qiz bola va o'g'il bola tug'ilsa Fatima Husan. Xullas. Oyi, dadam ismi nega Safarbek? Ha, dadang safarda tug'ilganda? Amakimchi, to'ychi. Ha, amaking to'yda tug'ilgan. Unda meniki nega Bozorvoy? Bozorda tug'ilganmanmi? Ha-da. Yaxshi ham qo'yxona yo molxonada tug'ilib qolmaganim. Sizlar yana qanaqa ismlarni bilasizlar? Kommentariyada yozib ketinglar. Mana qara, kelining bilan o'g'ling nima qilyapti? It tishini qilyapti dadasi. Odam bo'laylik.
beparosat xotin choy san qo'ysang bo'lmaydimi o'zingdan katta odamni ovora qilmasdan. Odamni xijolat qilmang, opa. Kelin, o'zi nechinchi yilsiz? 2007 oyijon. Men senga kelin olib kel degandim, kampir olib ket deganim yo'q. Dada yana ozgina sabr qilaylik. Keliniz nimadandir qattiq xursand bo'lsa, oldingi yosh holatiga qaytarkan. Shundoq ham yangi kelin kuyov bo'lsang xursand qilmayapsanmi har kun? Ha? Sovg'a salom berib demoqchi edim. Dada uyda davleniya o'lchaydigan bormidi? Nimaga? Ha, keliniz. Ha, tushunarli. O'zi yosh o'tgandan keyin shunaqa davleniya tez-tez ko'tariladigan bo'lib qoladi. Hozir. Sardor, bo'laqa o'rtoq ketdik choyxonaga. O'rtoq, bo'ldi hozir. Yana qayerga ketyapsiz? Bormaysiz. Hey, Ha, bo'pti bo'lmasam kelishingizda shokolad olib keling. yur ketdik. Sardor aka, uyga borib kelsam maylimi? Men bilmadim, dadamdan so'rang, so'raylik. Dadajon, oyijon, ruxsat berasizlarmi? Ha, mayli. O'g'lingiz ruxsat, eringiz ruxsat bergan bo'lsa, borib kelavering. Ha, uydagilarga salom ayting. Qani ilohim, yoshingiz katta o'zingizdan. A? Yaxshi borib keling. Dada, oyi, yangilik bor. Yo'q, kelimiz o'z holiga qaytdimi? Yana yosh bo'lib qoldimi? Yo'q, boshqa narsa. Kvartira va yotoqxonani farqlari. Kvartirada ba'zida darsga borishga erinib uxlab olishing mumkindir. Lekin yotoqxonalar asosan o'qish joyiga yaqin bo'ladi. Shuning uchun bunaqa vaziyatlar ham bo'lib turadi. Ustoz, Abdumanonov, turasizmi? Birinchi parim meni darsim. Bo'ling tez. Kvartirada deyarli hech kimni sen bilan ishi yo'q. Yotoqxonada esa tez-tez yo'qlab turishadi. Bachalar hamma pastga tushsin, katta kursda majlis qilar ekan. Ta'til va dam olish kunlarini kvartiraga umuman aloqasi yo'q. Bo'ldi, yaxshi yetib olinglar. Sen uyga ketmaysanmi? Yo'q, senlar ketishaver, men bayramda shayda qolaman. Yotoqxonada Diqqat e'lon, barcha talabalar 27-dekabrga qadar o'z uylariga ketishlari shart. Deonami bilan men poyizda 29-ga bilet olganman. 2 kun qayerda yotaman hay. Kvartiraning minus tomonlari ham bor. Ertaga kechgacha kvartira pulini to'lamasanglar, davay bo'shatib qo'yinglar, men boshqa odam qo'yaman. Yotoqxonada bunaqa gaplarni deyarli eshitmaysan. Puling qolmagan paytlari kvartirada och qolib ketish ehtimoling juda ham katta. Yotoqxonada esa umuman och qolmaysan. Hamsayalar abid qilyapsizlarmi? Kakas qaynarim yaxshi ko'rar ekanda. Dada keldingizmi? Ketishingni menga gapishmang. To'g'ringizmi, dada? Hayvon, mana shunaqa soch o'stirib yursan qizlarga o'xshab. Yur, men ambulatoriyaga adang qilaman hozir. Kvartirada har xil xonadoshlaringni qarindoshlari, tanishlari kelaverganidan ko'pincha yotgani o'zingga ham joy qolmaydi. Yotoqxonaga kimdir kelsa, Sardor Qarovor, bu seni o'rtog'ingmi? Ha? Yotoqxonada turmaydi. Nima qilyapti bu yerda? "Amak, shundoq xonamga kirib chiqaylik." Yo'q, mumkin emas. Men gap eshitaman. Tez chiqib ketsin. Kvartirada ishlaringni o'lib o'zing qilasan, yotoqxonada boshqacha yo'llari ham bor. Zari, oq ko'ylagimni yuvib bera olmaysanmi? Mayli. Kechagi ovqatim qanday chiqibdi? Kechagi sho'r ovqatni aytibdi. Zo'r chiqibdi. Talabalik